Ya apı kırma. Oy, apa kip kapsan go? Şıkның aldığı kip tutsam akınız apamla koyap ketti. Apamni yalgız hep gelmedi. Atamçı, atam neymiş kap gelmepti. Akamның deyişçe atamla apamni bedin baklı dep apamla kip koyaptı, atam eli kip kaptı. Bo'lapti apa. Kayının bek belen bo'lapti. Men 2 kiloni yalgız hep kilolay deb o'ylashib turgan. Xotirjam turgin. Ya apa neyim tamak yiyiniz o, men neyim yiyiniz o şunu itip vereyim. Bo'ldi bolam. Tomoq yedim. Ems men özem bilip lan bu nesi kıp çıkay apa. Apa. Mana sizlarni nima qilib sen yatqan joylarga chiqay ya. Ben gelip yattım kanda. Tomoq yedimmi? Men hazır Emerjan'a uyup geldim. Endi to'y qilgan yoq ağırlıp bakmaptı ekanmiz. Hem ağırlıp duruş mecbur oldu. Abdikram Malim bilan ko'rishni o'ylayotganlarga xush xabar. Abdikram Malim guruhidagi dangliq doktorlar 8-oyning 10-kuni Aqsuv shahri Yangi bozor udun uzuqliq mahsulotlarini bas setish o'rnida bir kun tibbiy maslahat bermoqchi. Vaqti faqat bir kun. O'zining ahvolini ko'rsatmoqchi bo'lganlar cho'qim oldin telefonni tizimlatib nomer elish kerak. Tizimlash telefon nomeri 159 097 46 83. Soni cheklik, fursatni ching tuting. Tomoqni yedim gelmedi deb yemey. Turmay çık yep. Özünü asra. Bulut. Hoş. Siz bilen bir şey mesele şey degen. Apamның bir xil köngü yerim turdu. Abertlik adam bilen telefonda paranlaştı. Neymi ko'ngil yerim bo'lib qolganti. Rash bo'lganmi? Telefonda qilishgan parangni men anglab qoldim. Beshqo bo'lmaga o'xshaydi, lekin shu ishkalan ishkiya bo'lganda shuning ko'ngli yerim bo'lib qolgan o'xshaydi. Demismi atam lapam mush vaqtgacha munda ayrilib turib bakmagan. Bo'lsa dadam lapamni ağrıbatqıcha, dadamni yandırıp kelib ishkalanini shu yerda biz baqsaq bo'lmamdi. Unda qilsak qo'lbek yaxshi bo'libdi. Siz qiynalib qolasizmi? Men nima ish qiynalib qolam deysiz? Ya dadam lapamning ortiq g'alvasi bo'lmasa, uning ustiga o'limi o'zimning ota-onasi bilan o'xshash tursa, Maqtaymiz. Men hozir atamni yandırıp keldim. Apa, ko'nglingni unda yerim qilma. Biz az Aynurul maslahatlashdik. Akamning bilberi baz atamni qaytirib kelib emizmish, birga turgan bo'ldik. Rasma? Ras. Rasma? Rasa. Rahmat baldırım, rahmat. Rahmat baldırım. Rahmat. Rahmat ne bana deme apa. Ben bu işlerini o'ylab yetib olmabdimman. Hemen Aynur bana dedi. Andın düşendim apa. Rahmat balam, rahmat. hech qisi yo'q apa. Bu ota-onani beqish deganning biz farzandniki majburiyati. Bizmish ota-onamizmish hayot vaqtida qancha yaxshi beqib olsak, shuncha xush bo'lar ekanmiz. Rahmat balam, rahmat. Siz o'ylabsiz, rahmat. Maqlab qilsak, odamni abdallay bizga. Maqul. Hey? Qari. Bayatın kadar mişildima içim tu emdi. Hazır Aynur Gülbül Emercan seni epke qilmangdi. Bunun yak ayrılmaymışlar, bilib turgan boldaqçı emdi. Maqul.